Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar uchun foydali bo'lsin kontent aytyotirmiz. Xudo xolasa kichkinagina arzimas bo'lsa ham ko'pchilik shu kunlarda ayniqsa kasalliklar, shamollashlar, qisqasi o'qil olishmalar bo'lib yotibdi. Sizlar ovozi Xazaris bo'yicha menga o'tgan kuni ishxonamdan maqtab qoldilar. Xazaris bo'yicha eng arzon va eng sifatli damorlari tushish bo'yicha yaxshi natijalarga ega hamshiralar ishlaydigan bir klinika bor ekan, xususiy. Yana o'qil urishlar ham arzong'ina ekan. Shu yerda sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Hali o'zim kelmayapman, lekin kommentariyada sizlar o'zingiz yozib o'tinglar, nerda undan ham zo'ri yo undan ham arzoni sifatli ishlaydigan hamshiralik o'qil uradigan joylar borligini xalqimiz uchun foydali bo'lsin. Undan ham arzoni bo'lsa, uni ham shunchaki tekin reklama aytib o'tib ketaveraman. Xalqqa foydali bo'lsa bo'ldi. Hozir biz yana Banisaning yanındamiz. Shu yerda darvozasi-ku Banisaning, ko'pchilik biladi. Bir shoshilinchda deb aytasizlarmi, nima deb aytasizlar? Shuning qarama qarshisida, Banisaning qarama qarshisida yana staloy bor, somsaxonalar bor. Ben mashinada o'tirgan joyda shu reklama aytib o'tib ketchakman. Yo'ldan qarama qarshida bu yerda avtobus turadigan stoyankaning yong'inasida bu yerda ham aptekalar bor. Ya, klinika Roha deb qo'ydilar. Ro plus Ha Med. Shu yerda xudo xolasa kelaverasizlar. Aytganimdek o'zim kelmadim, lekin ishonchli joy ekan. Eng arzon va eng sifatli